Sizni mashinangiz bormi? Unda bu videoni o'tkazmasdan tomosha qiling, chunki bu siz uchun juda ham muhim. Assalomu alaykum, siz Elyor Studio YouTube kanalidasiz va sizning qarshingizda men Elyor To'xtarov. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 1-maydan kutilayotgan o'sha har bir qoidabuzarlik uchun jarima ballari yig'ilib borib va bu ballar 12 ballga yetganida, ya'ni 1 yil mobaynida 12 ballga yetganida sizning pravangiz ro'yxat bo'lishi kerak edi va kichkina bo'lsa ham, qisqagina muddatga bo'lsa ham xushxabarimiz bor. Bu o'sha jarima ballar yig'ilishi 1-maydan boshqa kunga qoldirildi, ya'ni noma'lum vaqtga qoldirildi. Sababi aynan siz qaysi qoidabuzarlikni buzgan paytingiz remenda yoki radarda 20 tezlik oshirish mumkin, 40 va o'sha har xil jarimalar bor. O'sha qoidabuzarliklarni keltirganda qaysi qoidabuzarlikka qancha jarima ball belgilanishi noma'lumligi uchun va biz oldingi mishmishlarga qarab bilar edikki, masalan 1 yil mobaynida 2025-yil 1-maydan boshlab 2026-yil 1-mayga qadar sizni jarima ballaringiz to'planib, agar 12 balldan yuqori bo'lsa, pravangiz ro'yxat bo'lishi kerak edi. Aynan mana shu ham noma'lum, ya'ni 1 yilda o'sha ballar kuyadimi yoki 2 yilda kuyadimi yoki 6 oy muddatda bu ballar yangilanib turadimi, bu hozircha bizga noma'lum. Shuning uchun mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu haqda ham yana qachon nimadir yangilik bo'lsa, albatta siz bilib olasiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yganingiz ma'qul. 2024-yilning dekabr oylarida Toshkent shahri bo'ylab avtobus yo'laklari alohida belgilanib va bu yo'laklarda harakatlangan avtomobillarga, to'xtab turgan avtomobillarga jarima tortilishi boshlangan edi va kichkina noxush xabar, katta balkim kimlar uchun katta noxush xabar bu Qashqadaryoga ham yetib keldi va Qarshi shahardan ham hozirgi kunda avtobus yo'laklarida, ya'ni A yozilgan yo'laklarda yursangiz siz jarimalar keladi va buni avtomatik aniqlaydigan radarlar, kameralar o'rnatildi. Shuning uchun Qarshi shahrida harakatlanayotgan barcha yurtdoshlarimizga bu videoni ulashib qo'ying. Ular mana shu A chiziq bo'ylab yurmasin, chunki kameralar hammasi ishlayapti. Va bu jarimalar qancha degan savol bo'lishi mumkin. Buni ham aytib o'tib ketaman. Agar siz avtobus yo'lagidan qasddan yursangiz, qasddan emas, umuman o'zi yurib qo'ysangiz, sizda 150 ming so'm jarima kelib tushadi. Agar siz avtobus belgilangan o'sha A yo'lakda to'xtab tursangiz, sizga 600 ming jarima kelib tushadi. Shunday ekan, yo'llarda A chiziq yo'llardan uzoqroq yurishingizni tavsiya etaman va bu ma'lumotga Qarshi shahardagi odamlarning fikri qanday ozgina o'qib beraman. Shu qoluvda nafas olsak maylimi deb yozibdi bir qarshilik Xolmo'min ismli yurtdoshimiz. Bu yangi O'zbekiston deb chiroyli qilib ramkaga o'rab yozibdilar. Yo'lakni ishga tushirishdan oldin yo'lni kattartirish kerak deb bu qolgan so'zni o'qa olmayman, haqoratli so'zlarni yozib qoldiribdilar va bu narsaga men ham qo'shilaman. Avtobus yo'llariga radarlarni qo'yib, kameralarni qo'yishdan avval boshqa haydovchilarga ham hurmat bo'lishi kerak va yana bir kishini fikri juda ham yoqdi menga. Bu narsa ham avtobusga, ham avtobus shofiriga qulay bo'ladi, ham bizni jamiyatimizdagi odamlarni madaniyatini oshirishga sabab bo'ladi va bu kommentariy shunday deyilgan edi. Bu avtobus yo'llariga jarima boshqa shofirlarga qo'yilgan bo'lsa, avtobus shofirlariga ham jarima qo'llash kerak. Ya'ni qanday? Xohlagan joydan odam olishni to'xtatish kerak. Qashqadaryoda bu ko'p bunday holat bo'ladi. Yo'lovchilar xohlagan joydan avtobusga qo'l ko'taradi va avtobus ham xuddi taksidagidek odamlarni terishga harakat qiladi va bu narsaga qashqadaryolik shofirlar ham o'z qarshiligini mana kommentariyada bildirib qo'yibdi. Shunday ekan, sizda qanday fikr bor? Aynan mana shu fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.
Bir kishining gapi bilan bu narsalar hal bo'lib qolmaydi. Shunday ekan, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Videoni ko'plab insonlarga, do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Qashqadaryoliklarga, именно mana shu Qarshi shahar bo'ylab yuradiganlarga avtobus yo'lagi bu juda ham muhim. 150 mingdan 600 minggacha bo'lgan shtraflardan qutqarib qolishingiz mumkin. Yaqin do'stlaringizga shunday ekan ulashib qo'yishni unutmang va albatta bizni YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziqarli mavzularni birinchilardan bo'lib eshitasiz va mana shunday jarimalardan qutulib qolasiz degan umiddaman. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.